Assalomu alaykum hurmatli video kuzatuvchilar. Ushbu video yo'riqnomada sizlarga qanday qilib taklifnoma yuklab olinishi haqida ma'lumot berib o'tiladi. Avvalambor sizga taqdim etilgan login va parolni kirgizib olasiz va kirish tugmasi ustiga bosasiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek barcha teatrlarning spektakllari mujassamlashgan. O'zingizga kerak bo'lgan hududni tanlab olasiz. Bu yerda siz tanlagan hududni spektaklarini ko'rib chiqishingiz mumkin. Spektaklni tanlab olganingizdan so'ng buyurtma berish tugmasi ustiga bosiladi. Ko'rib turganingizdek spektaklni nomi, kuni, vaqti aniq ko'rsatilgan. O'zingizga kerakli bo'lgan taklifnoma sonini belgilab olasiz. Va buyurtma berish tugmasi ustiga bosasiz. Siz taklifnomani bron qildingiz. Endi buyurtma berish tugmasini ustiga bosasiz. Buyurtma berish ozroq vaqt olishi mumkin. Barchasi tayyor, siz taklifnomalarni yuklab olishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek taklifnoma shu ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda spektakl nomi, vaqti aniq ko'rsatilgan bo'ladi.